Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oysha opa bilan bog'landikmi? Ha, albatta. Go'zal opam sog' salomatmisiz? Boshlagan kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Ayni daqiqalarda sizga ijtimoiy tarmoqlarda yuritib borayotgan yurakdan yurakkacha tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilayotgandim. Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, bemalol. Minnatdorman. Avvalambor sizni bugungi Allohimga banda, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan shukrona ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Rahmat. Sog' bo'ling. Hayot deb atalmish oliy ne'matni, qaytarilmas kunlarni sog'-u salomatlikda qabul qilibsiz. Alhamdulillah. Yaratganning o'zi ushbu kunda sizga omad, qalbingizga xotirjamlik, halol pokdan daromad, orzu istaklaringizni ijobat qilsin. Tavallud ayyomingiz munosabati bilan sizni tabriklab, xursand qilish maqsadida bizning loyihamizga samimiy tabrik xatlari yo'llangan. Sizga ushbu tabrik xatlarni kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Bilmasam, Kimdan ko'proq kutgan bo'lardingiz? opalarim bilsa kerak. Mashalloh, har doim ana shunday yaqinlar ardog'ida yuring. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, mehribon va go'zal opangiz Sayyora opa nomidan tabrik xatlari kelgan. Katta rahmat, xursand bo'ldim. Sog' bo'ling. Hamda ularning samimiy tabriklariga opalaringiz Marhabo va Fotima va allaqachon akangizga aylanib ulgurgan mehribon pochchangiz, jiyanlaringiz va barcha oila a'zolaringiz hamroh bo'lib qolishgan ijozat bersangiz, ularning siz tomonga oshiqqan qalb tug'yonlarini siz uchun Allohim qodir qilgani qadar taqdim aylasam. Mayli, bemalol. Rahmat. Doimo nurlarga to'lsin yo'lingiz. Halol daromadlar tutsin qo'lingiz. Doimo ehtiyot qiling o'zingiz. Eng yaxshi tilaklar sizniki bo'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli va aziz bo'lgan suyanchim, sirdoshim, mehribon, go'zal singiljonim. Seni bugungi shukrona ayyoming, qarshi olgan muchal yoshing bilan chin qalbimdan tabriklayman. Allohim umring uzoq bo'lsin. Nimaiki orzu niyatlaring bo'lsa barchasiga erishgin. Alloh xonadoningga nur, oilamizga baxt, saodat, hidoyatli chiroyli umr, ishingga omad, qo'lingga halol daromad, yaqinlarga quvonch, bir-birimizga ishonch ato etsin. Robbim o'ziga yaqin bandalar qatoridan qilsin. Joning sog'-u salomat bo'lsin. Kuyovim bilan qo'sha qarab Allohning uyi bo'lmish Baytullohni qayta va qayta tavvob qilishni mehribon Robbim nasib ro'z aylasin. Farzandlaringizda baxt va kamolni ko'rib, piru badavlat bo'lib yuringlar. Inson ulg'aygani sari bir sirdoshga, ichidagi bor tuyg'ularni ayta oladigan dardkashga ehtiyoj sezar ekan. Bu o'rinda esa opa singildan-da munosib nomzod topilmasa kerak. Sen mening qanotsiz farishtam, dardu alamlarda qalqonim, eng yaqin sirdoshimsan. Xursand bo'lsam mendan ko'p shodlanadigan, dard cheksam mendan ko'p kuyinadigan mehribonimsan. Yaxshi yomon kunda birdek yonimda turuvchi. Xafa bo'lsam kuldirib, har doim yoningizda borman opajon deb qo'llab turguvchi farishtam. Umring ziyoda bo'lsin. Har kuni o'zingga aytkim keladigan, lekin tortinish, uyalish sabab aytolmagan qalbdagi gaplarimni bugun aytishga jazm qildim. Boringga shukr. Sendek sirdoshim, g'amxo'rim, suyanganim borligidan faxrlanaman. Baxting to'la to'kis bo'lib, toling hamisha baland bo'lsin. Seni juda qattiq yaxshi ko'raman. Tavallud kuning muborak bo'lsin. Sendek singilni nasib etgan mehribon Robbimga hamd va sanolar bo'lsin. Chiroylisan, gullar naslidan, go'zallarning naqshsan singlim. Qolishmaysan bahor faslidan, sen hammadan yaxshisan singlim. Borliging bu baxtimdan darak, so'zlaringdan sevinar yurak. Ming yaxshilar menga ne kerak, sen hammadan yaxshisan singlim. Sen bor alam menga boqmaydi, ko'zlarimdan yoshlar oqmaydi. Bo'lmasang bu dunyo yo'qmaydi, sen hammadan yaxshisan singlim. Mehrginangdan oromda jonim, omad urar turab to'rt yonim. Fayzlidir senli o'rtgan har onim, sen hammadan yaxshisan singlim. Deymani shu
shunday chiroyli tabriknomalarni, samimiy tilaklar-yu dil izhorlarini siz tomonga taqdim etib qolganlar. Rahmat katta. Sizni ham ular uchun aytadigan dil izhorlaringiz va tilaklaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Rahmat. Judayam xursand bo'ldim. Opajonimni judayam yaxshi ko'raman. Mana doim baxtimga sog' bo'lsinlar. Farzandlar, nevaralar baxtiga doim sog' omon yursinlar. Topgan bilan baxtli bo'lsinlar. Ikki dunyo saodatini tilayman. Ilohim go'zal duolaringiz ijobat bo'lsin. Mehr oqibatlaringizga ko'z tegmasin. 100 yoshga kiring. 100 yoshga kirganingizda ham sizni ana shunday tabriklash menga nasib qilsin. Rahmat, kattakon sizga rahmat. Rahmat. Katta rahmat. Yana bir bor tavallud ayyomingiz bilan qutlagan holda siz bilan g'oyibona suhbatimizga yakun yasaymiz. Hamisha Allohimning panohida bo'ling opajonim. Rahmat, Sog' bo'ling. Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmiz ammo yaqin kunlarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda. Hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal